Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 2020 yili men Melika Mamatjon bu yil 10 yoshga kirdim. Men bu yilni bekman yaxshi ko'rmadim. Bu yil tarqalgan Xitoy virusi sababidan maktabga berib o'qiy olmadim. En yakın dostum bilan oynayolmadim. Hem ularni quchoqlamadim. En yakın dostum bilan to'ylarga borolmadim. En yaxshi ko'radigan Uyg'ur tili maktabiga borolmadim. Oila yig'ilishga borolmadik. Opam, singlim bilan bozorga chiqolmadik. Sayla qilish, qish mazasini ko'rolmadik. Am ko'nglim yerim bo'lg'ini ishki muborak yetni o'tkazolmadik. Men bu yilni bekman yaxshi kelmadim. Men 2019 yilga qaytqim bor. Ey tabiat, meni xushalligimni, erkinligimni qaytirib ber. Hammamizning xushal yashashga haqqimiz bor. Rahmat. Uyg'ur xonim qizlarining chiroyli musiqalik yarışımlıq atlas ko'ylakini kiyib, bu qatimqi "Men notiq" nomli nutq so'zlash musobaqasida qatnashgan noirimiz Melika Mamatjon o'zining 2020 yili temliq nutqini taqdim qildi. Melika Mamatjon 2020 yilining koronavirus sababidan qiyinchilikqa, ümidsizlikka, ko'ngilsizlikka, g'am qayg'uga to'lgan bir yil bo'lganligini to'liq qayg'urgan holatda ifodalaydi. Bu sababdan 2020 yilining to'liq ma'nisiz o'tganligini o'kinish bilan deydi. Shunga o'ziga nisbatan to'liq ma'nilik o'tgan 2019 yilni to'liq seg'inganligini deydi. Umid va qo'rqishdan iborat bir-biriga tamoman zid bo'lgan ikki xil hissiyotni ifodalashga tirishgan Melika Mamatjon nutqidan hayotni xulosalashdan iborat cho'nglar xos ongni va qaysi xil hayotning ma'nilik, qaysi xil hayotning ma'nisiz ekanligi haqida ozgina tushunchasi borligini ko'rmoqli bo'ldi. Cho'ng kichik, qari yosh, ayol, boy, kambag'al, prezident va fuqaro qatorliq jamiyatning har qaysi qatlamlariga ta'sir ko'rsatgan Xitoy virusi qoplab ketgan 2020 yilni tema qilib tanlagan Melika Mamatjonni qizg'in tabriklayman va hayotga ibratlik nazar bilan qarashni davomlashtirishni umid qilaman.